Barcha insonlar to'satdan yerdan g'oyib bo'lib qolsa nima sodir bo'lardi? Atigi 24 soat ichida elektr stansiyalar ishdan chiqadi. Dunyo bo'ylab chiroqlar lipillab, so'ng butunlay o'chadi va shaharlar zulmatga cho'madi. Bir necha kun ichida metrolarni suv bosadi. Yovvoyi hayvonlar esa ko'chalarga qayta boshlaydi. O'simliklar beton va asfaltni yorib chiqib, odamlar qurgan inshootlarni sekin-asta egallaydi. Bir necha hafta ichida uy hayvonlari va fermadagi jonivorlar bizsiz yashab qolish uchun kurashadi. Tabiat hech qachon kutib o'tirmaydi. O'rmonlar bir paytlar o'zlariga tegishli bo'lgan hududlarni qaytarib ola boshlaydi. Bir oy o'tgach, atom elektr stansiyalari nazoratsiz qolib, erishi mumkin va radiatsiya tarqaladi. Bir yil o'tgach esa sun'iy yo'ldoshlar osmondan qulab, atmosferada yonib ketadi. Bir necha 10 yillikdan so'ng havo tozalanadi. Shaharlar yashillikka burkanadi va bir paytlar odamlar hukmronlik qilgan joylarda hayvonlar erkin kezib yuradi. Yer bizsiz ham nafas oladi, balki hatto yengilroq.